Ota, Makgregorlar qachondir qirol bo'lishadimi? Har bir g'ururi bor erkak qiroldir, lekin hamma qirolda ham g'urur bo'lavermaydi. G'urur nima o'zi? G'urur bu uni senga hech kim bermaydi, olib ham qo'yolmaydi. G'urur bu erkakning o'ziga bergan tuhfasidir. U ayollarda ham bormi? Ayollarning g'ururi uni qalbidir. Biz esa ularni avaylab asraymiz. Ayollarga yomon munosabatda bo'lib, ularni g'iybat qilishdan saqlan. Boshqalarni ham bunday qilishiga yo'l qo'yma. G'urur bor yo'qligini qayerdan bilsa bo'ladi? Buni o'ylab siqilma. Uning o'zi shuuringda voyaga yetadi. Faqat quloq tutsang bo'lgani.